Hammaga assalomu alaykum. BYD so'nggi yil mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashina qilib bergan ishlarimiz. Old oblisovkalarini qo'yib berganmiz. Hamda bokovoy uchun karbon vidli nakladkasi. Salon qismi uchun karbon vidli nakladkalarni ham qo'yib berganmiz. Eshik qismi, parok qismi, rul qismi, o'rta konsol hamda pult uchun chexollarini taqib berganmiz. Original aromatizatori, nastroykalarda ham chiqadi. Bundan tashqari silikoni, podlakolnik ichiga organizer, universalniy organizer, podlakolnik tagiga organizerlarni qo'yib berganmiz. BYD logoli chirog'ini ham qo'yib berganmiz. Orqa qismlari, eshik qismi, parok qismi, orqa vazduhovod. Bundan tashqari o'zida yonmaydigan attrizator bo'ladi. Bunga biz yonadigan variantini ham qo'yib berganmiz. Bagaj qismi, bagaj plastmassasining ustidan keladigan karbon vidli nakladka hamda bagaj освещенияларni ham qo'yib berganmiz. Kimgaki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar, ishlarni chiroyli va sifatli qilib bitkazib beramiz.